Yozxonni duo Rahmanrohim. Bir boshimga binas kelmay bunaqa. Bundan 10 yil oldin dadamning Jigulilari bo'lardi. 70-yilda Jigulisi, eski Jiguli. O'shanda shu Jigulini sotib, bolalarimni o'qitaman deb biz o'qishimizga shu mashinani tikkandilar. Asosiy hali moddiyat bo'lib turadigan shu Jiguli bor edi. O'g'lim, qizim, sizlarga tikaman shu narsani dedilarda, sotib biz o'qishimizga tikib yubordilar. O'shanda dadamga va'da bergandim. Dadajon, sizga xudo xolisa kun keladi, zo'r mashina olib beraman deb. Bu o'sha kun kelibdi. Va bu bir mashina emas. O'sha paytda o'qishdan qaytganimda yoki o'sha paytda yurganimizda onam sovuqda, ariqda kirlarimizni yuvib berardilar. Onamga va'da bergandim. Onajon, o'shanda sizga xudo xolisa hamma sharoiti bor, zo'r uy olib beraman deb va'da bergan edim. O'shaning uchun bu baxtli kunimni sizlar bilan o'lashkim keldi. Murojaatim ota-onamga. Dadajon, ayajon, sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Kichkina bo'lsa ham shu farzandinglar nomidan sovg'alarimizni qabul qilib olasizlar. Dadajon, sizga shu mashinani hadya qilmoqchiman. Onajon, sizga shu kichkinaligimda va'da berganimdek, Toshkent shahridan o'sha hamma sharoitlari bor 3 xonali kvartiradan. Savlat to'kib yurgan uyimda, surati bor turgan bo'yimda, bir o'ynasin xursand to'yimda, otamni bir quchoqlab qo'yay, dunyo ishin bir chetga surib, borligida mehriga to'yay, xafa bo'lsa qo'yay kuldirib, otamni bir quchoqlab qo'yay, do'sti bo'lay, sirdoshi bo'lay, maqtansinga baxtga to'lay, xursand bo'lsa jilmayib kulay, otamni bir quchoqlab qo'yay, otamma, otamma, suyangan tog'im, ishongan dog'im, otam, otamma, otamma, davlatim, boyligim, qiblagohim, mani otamma.